Dahshat armiyasi Rafael Fiziyev hozirda juda ham xavfli nuqtada turibdi. Bu UFC tarixidagi eng achinarli qulashlardan biri bo'lishi mumkin va ko'pchiligingiz nima bo'layotganini bilib turgan bo'lsangiz kerak. Agar biz uni faoliyatni qismlarga ajratib dekonstruksiya qilsak, biz barcha detallarni mukammal chizilgan, ammo ichki kodda tizimli xatolar juda ham ulkan proyektni ko'ramiz. Tezda mobil ilovasi orqali Rossiyadan turib O'zbekistonning istalgan UzCard va Humo kartalariga yaxshi kurslarda pul o'tkazmalarini amalga oshirishingiz mumkin. Shuningdek, Tezda ilovasi bilan yaqinlaringizning telefon raqami orqali ham pul o'tkazmalarini osonlik bilan amalga oshiring. Hoziroq Play Market yoki App Store dan yuklab oling. Tezda aynan siz uchun yaratilgan dastur. Fiziyev noyob jangchi, u reytingda qayerda bo'lishidan qat'iy nazar, uni jangini hamma tomosha qilishni xohlaydi. Uni Muay Thai bazasi, portlovchi udarkasi va doimiy bosimi bu haqiqiy 8K sifatidagi jangovar san'at. UFC kelguniga qadar 6-0 rekordi, tizzada sakrab urishlari, dahshatli high kicklar u Dana White uchun tayyor mahsulot edi. Ammo UFCdagi debyutdan birinchi bak, ya'ni xatolik qildi. Magomed Musayevdan qabul qilingan nokaut. Bundan keyin Rafael o'z ustida ishlab, 6 ta jangga g'alaba seriyasini qayd etdi va 5 marta bonus oldi. U har bir jangini hayot-mamot kabi o'tkazadi va bu narsani eslab qoling va urg'u bering. Ammo aynan shu yerda uni asosiy xatosi yashiringan edi. Asosiy tizimli xatolar: fizika va taktika. Fiziyevning mag'lubiyatlari tasodif emas, bu uni jangovar modeldagi kamchiliklar natijasi. Birinchi raund u dunyodagi eng xavfli odam. Uni tezligi va taymingi dahshatli. Ammo ikkinchi va uchinchi raundga kelib, uni dvigateli qizib ketadi. Mushaklar to'ladi, nafas qisadi va hatto o'zining kuchli tomoni bo'lgan stoykada ham zarbalarni o'tkazib yuborib boshlaydi. Eng yengil vazn divizioni bu bo'rilar makoni. Bu yerda kurashsiz uzoqqa borib bo'lmaydi. Rafaelning kurashga qarshi himoyasi, ammo unga qarshi hujumkor grappling qilinsa u juda ham qiynaladi. Justin Gaethje bilan jang bu Fiziyev faoliyatidagi eng katta taktik xato edi. Birinchi raund u aqlli jang qildi, masofani ushladi va raqibini qiynadi. Ammo keyin u emotsiyaga berildi. U ochiq yaqin jangga kirishdi. Dunyodagi eng qattiq uradigan va eng chidamli jag'ga ega bo'lgan Gaethje bilan ochiq jang qilish bu o'z-o'zini yo'q qilish, ya'ni bila turib bu narsani qilish degani va ahmoqlik edi. Natijada og'ir jarohatlar va mag'lubiyat. To'rtinchisi bonuslar yoki kamar. Fiziyev o'z intervyusida ochiq aytgandi: "Mani maqsadim bonuslar. Bu adolatli, lekin bu strategiya uni chempionlikdan uzoqlashtiradi. U reyting uchun jangni quritishni bilmaydi. U har doim shou qilishni xohlaydi, lekin tanasi va sog'lig'i bu shouni badalini to'lay olmay qolishi mumkin." So'nggi paytlarda uning jarohatlari, ya'ni tizdagi operatsiyalar, tanaffuslar uni rivojlanishni to'xtatib qo'ydi. Do'stlar, raqibini zarbasini mana shunday yuzi bilan blok qiladigan yana qaysi jangchini esladingiz? U yengilroq bo'lib chiqmoqchi bo'ldi. Fiziyev hozir 32 yoshda. Bu yengil vazn uchun hali yakun degani emas. Uni oldida ikkita yo'l bor. Pyotr Yan yo'li. Pyotr Yan ham ketma-ket mag'lubiyatlardan keyin o'zini qayta tikladi. Taktikasini o'zgartirdi va g'alaba qozonishni boshlandi. Fiziyev hozir Yan bilan bitta zalda shug'ullanmoqda. Bu unga sovuqqonlikni o'rganishga yordam berishi kerak va chempion bilan trenirovka qilish bu juda ham katta ustunlik. Benoit Saint-Denis misoli. Bu jangchi ham dahshatli mag'lubiyatlardan keyin qayta tug'ilib reytingda yuqoriga ko'tarildi. Fiziyevga ham aynan shu Phoenix effekti kerak. Fiziyevga hozir shunchaki jang emas, balki aqlli g'alaba kerak. O'zini 8K vizual effektlariga biroz kurash effektlarini va sovuqqona mantiqni qo'yish kerak. Agar u yana faqat bonus ketdan quvsa, keyingi mag'lubiyat uni UFCdagi oxirgi jangi bo'lishi mumkin. Uni ataman obrazi saqlanib qolishi uchun o'z ichidagi hayvonni jilovlab shaxmatchiga aylanish kerak. Bu narsa uni yaqin oradagi rejasi bo'ladi deb umid qilamiz. Dahshat armiyasi bunga qo'shilasizmi va bunga fikringizni yozib qoldiring.